Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Sharif akamizning sexlariga keldik. Men bir 15 kun oldin 10 komplektchilik hisobga to'g'dim. Natijasi yaxshi. Qolgan ustalarimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Bu akamni lesalarning farqi mana profilda qalinroq chiqqani uchun bir ustalarimiz uchun 500 kg 600 kg ko'taryapti ustalasi baquvvatligi. Shuning uchun biz yana hamkorlik qilish maqsadida mana yana yasatkani keldik, yana olib ketyapman. Qolgan ustalarga ham tavsiya qilib qolamiz. Rahmat. Butun O'zbekiston Respublikasidan zakaz qabul qilishadi degan ekanmiz. Telefon qilaverasizlar, 24 soat telefon ishlaydi. Men o'zim Nursultonman. Bu yerda Pulbekda bu ishlab chiqarishimiz, avtobazarning yonida, ertaga kelaverishlar olgan yo'lda. Rahmat. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqasiz ekanlar. Mana Lekin biz ziyon ko'rmadik ekan. rahmat sizga. Kim xudo xolasa mana bundan keyin ham baraka toping. Biz ham harakatdamiz. Hammaga qandaydir bo'lsa ham yordamimiz tegsa deb shu narsalar yo'lga qo'yganmiz. Albatta qolganlarga ham tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Boshqa yangicha turlarni ham o'ylab topishni niyatdamiz inshaalloh. Kimga avvalo rahmat. Mana klientimizni o'zlarini eshitlaring. Natijalari bor. Hammamizga ham baraka topish nasib etsin. Yana bir ikki kunda akamning oldiga kelamiz. Bu 1 metrlik resalarimiz ham ko'p ishlayapti, ustalarimiz talab bo'lyapti. Mana 1 metrlikdan bir 20 komplekt olib keldim. Yana bir video qilishganda chiqaramiz. Rahmat. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.